Xullas o'rtoqlar, o'zi shu paytgacha gapirmoqchi emas edim. Gapirmasam bo'lmas ekan. Hammanglarning xabaringlar bor. Men bloger emasman, men aktyorman. Menga qanaqadir hayplar, prosmotrlar va blogerlikning orqasidan keladigan katta daromadlar unchalik qiziq emas, chunki undan tashqari meni o'zimning daromadlarim bor. Va men Merimini ro'sta sevganim uchun va xudo xolasa yaqin orada to'y bo'lgani uchun qilganman. Kim bilandir bellashish yoki qanaqadir dabdaba yoki odamlarga ko'rsatib qo'yish, isbotlash uchun emas, o'zimni quruvim yetgancha qilganman, oddiyroq bo'lsa ham. Bu narsa endi kimlargadir yoqmaganmi, bilmayman. O'zinglar mana to'g'ri tushunadigan odamlar, psixologiyadan yoki shunga o'xshash narsadan xabar bor odamlar soxta va tabiiy narsani bemalol ajrata olishadi. Raqobat deyotganlar diqqatiga, men gul berib yurgan paytim ba'zilar ijodni boshlamagandim, hali blogerlikni partnyor bilan boshlamagandim. Men Nabi bilan o'sha birga boshlaganimizda, men unga gullar berishni boshlaganimda, men anchadan beri gul beraman. Men gul berayotganimda ba'zilar partnyorni kesatib, semiz yoki bir narsalar deb ustidan kulib, prosmotr ishlab, hamma videosini kommentariyasini o'chirib yurdi. Mana ochiqchasi gaplashadigan bo'lsak, men hech kimga raqobatchiligim ham, qarshiligim yo'q, yoki qanaqadir bellashayotgan joyim yo'q. Menga prosmotr ham подписчикam, bu videoga like ham bosmay qo'yaveringlar, mayli, men attis qilib tashlaylar mendan. Bu Instagram menga keraksiz ham narsa to'g'risi. Men prosta o'zimizni hayotimizdagi baxtimizni sizlar bilan ulashamiz. Men Instagram yurishimdan asosiy sabab Nabi bloger buni kasbi va shu narsani o'zi rivojlantirish xohlaydi. Shuning uchun men qo'limdan kelgancha Nabiga yordam berish uchun men ham o'zimni blogimni yurg'izaman. Bo'ldi, ochiq oydin haqiqat shu. O'zingizlar tushungan bo'lsangiz, tushunolinglar, fikringizni xolisinglar yozinglar. Nima to'g'ri gapiryapmanmi, noto'g'ri gapiryapmanmi? Keyingi videolarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.